Hurmatli Nozikoy va Jonibek, mustaqil hayotga qadam qo'yib, oila qurmoqchi ekansizlar, tayyormisiz? Roziman. Hammasi shu kundan boshlangandi. Tavba. 10 yildan beri Toshkentda Samarqandga qatnayman. Nima menga green card chiqmaydi, a? Siz bizda o'ynamagansiz. Bizda o'ynaganlarning 89tasida Amerikaga green card chiqqan, между прочим. Qizlarga ham chiqqanmi? Mana Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasida Nozikoy degan qizimizga green card chiqqan. Nozikoyga green card chiqqanini qachon aytasan? Albatta bugun. Bugun emas, ertaga aytasan. Tushundingmi? Sabab Sizlarda bir gul bor ekan. Bizda esa bulbul. Qulchilikka keldik, aylanay. 15 yil deganda birinchi sovchi sizlar bo'ldinglar. Rahmat sizlarga. Qizim, choy olib-ki. Janon bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Kuygan bu faqir. Xushomati nig'd mehmon. Oy oshxonada bo'laman. Onajonim, ertaga to'y. Hech qanaqa mebel kerak emas. Mebelni o'zi bilar ekan. Nima dedingiz? Ana endi imzo qo'shishingiz mumkin. Sevgi va sadoqat ramzi bo'lgan tilluzuklarni taqing. Ana endi aytur green card yutganini. Necha marta qilsam ko'tarmadingiz? U qiz boshqa ekan, manzilda adashimmi aka? Nima? Chimildiqdan mo'ralama irim bo'lar yar. Nimaga meni aldading? birinchidan o'qiyman. Bizda shaxsiy ma'lumotlar berilmaydi. Ikkinchidan 6 yillik tajribaga ega bo'lgan markaziy green cardning originalida o'ynasangiz, eng ko'p yutuq sularda chiqadi. Uchinchidan Amerikaning New York shtatida ko'rishganda ko'rishguncha.